Dada, yaxshi turdingizmi? Oy, kızım, yaxshi. Acaba tuyuqsizlar osmondan tushgandek paydo bo'lib, meni ajab qo'sh qilib aytdingiz ha? Meni ko'rgingiz ketdi-da. Ha, deyman dada. Dada. Ha. Mani siz janglab ep qiling ha. Satsangiz satasiz, satmasangiz opamning tavariki bo'lgandan keyin saqlab qo'yasiz. Endi boshqa yerga olib satay desam, sizni ranjib qolmasin deb dada. Mishaga keldim. Balam bu. Apınızın təvəri qalğan eli qızı zinətliği var. Nima bunu pasını modadan qapdımı, yoki yaratmadınızmı? Nima sebepten sataman deb bekaldınız? Yo'q dada. Endi qarang dada, ma bu yangi uyimizni bezakchilikka bergan emasmi? Mardanning sirtdan qaysi formaga adimi qolmadi. Ma yangi uynagan vaqtda to'yliq oltin bezaklarni setib olgan. Endi ma bezakchiligiga kelgan vaqtda dada, men endi balını deb hozir bir yerda ishlamagan bo'lgandan keyin qiynatamdan sal topdan qilib qoldi dada. Shu oltinlarni olsin setib azroq yordam qilaymiki deb o'ylagandim. Uning ustiga ma koni uyimizni çok qarang dada. Uy xumar deb addital ekan to'q, mush additalga rasmlarini yo'llab qo'ydim. Ammo uyim setilib qolsa dada, shu pulg'amish oltinlarni qaytirib ekib olaman. Bax balam, men ep qilay. Dada, nima shunday jiddiygina odam chaqirib qopsan-ku, bir ish bo'ldimi? Yana kelib, men bu yerga chaqirib olding? Avval ishga kiraylik bular. Bizning Baxtiyor oltin kumush zibizdan so'z shaharchimiz Dabazoning udiliga joylashgan. So'z saroyining oldida 15 metr kenglikdagi tayna bor. Jami 7 qavat so'z saroyi, yer osti 3 qavat, yer usti 4 qavat. Har bir qavatning egizligi 6 metr 10. Bu o'ringa oltin, kumush, shu qo'llanmachilik qiladigan zagat ustanlashgan. Qizim, yaxshi yerdan birini tanlama. Oy dada, men duka olmayman. Uyning bezakchiligiga pul yetkazolmasam, Men. voy rahmat dada. Men duka olmay. Asli avo. Hozir men ichib atgan do'konni sizga o'tkazib berib, men dam olay degan. Siz to'y qilgandan beri uyga balam, yo'ldashim deb xizmat qilmadingiz. Ham qilolmadingiz. Xizmat qilmagan kelin hech kimga tetimaydi, ham yaramaydi. Shunga men sizga av ko'n do'konni bergicha, mish bozordan yangi bir do'konni elib sizni iching demoqchi edim. Balam o yasiga kirdi. Do'kon silinib bo'lguncha siz av ko'n do'konni ichib turing. Dada, opamning man qoldirgan oltin zip-zinatlarni setib-olsammi? Gap qilmadingiz. Endi o'g'anda do'kon apirma desang, sizning yuzingizga qanday qarayman dada? Canım kızım. Opamning manga qoldirgan oltin zip-zinatlarni saqlab qolamagan mendek vafosizga yana do'kon apirma debsiz dada. Canım kızım. Babanızın temerik altın zip-zinatlarını saklap koydum. Oldu, ben onu setip ağam olay. Kızımın başkalar aldı bir yere qarab qalışını herkes xalamayla. Benim hayat vaxtımda sizin məğrur meydinizde yaşınız için bir şarait hazırlayıp vereydi de kızım. Rahmet dada. Eytilgini esretlik nakşa Oldu. Yölensen kalkan bu kadar kalktırak bir dadam var hep yacına. Tağlağa ne der sal tağlağa